Bu uchrashuvda mazkur shirkat boshlig'i bu proje yuksalishi va faoliyatlari hamda bog'langan shartnoma asosida proje barqini tuzatish haqida bahs qilib, misaynak texniki va iqtisodiy mutolot guzorisini vazirlikka topshirganlar. Janob vazir ham proje ishi tezlantirilishi ustida ta'kidlab aytishicha, misaynak projesi asosiy suratda tatbiq etilishi uchun har qanday hamkorlikka tayyordir. Chinlik shirkatlari va Afg'oniston konlarini qozib chiqarish uchun faol naqshi bo'lib va shu onda amaliy suratda ish qilib kelayotgan shirkatlari bilan uchrashuvlar bajarilishi kelajaklarda Afg'oniston konlar sektori rivoj qilinishi uchun ahamiyatga sazovordir. Ushbu proje ishi asosiy shaklda ilgari ketib va qozib chiqarilishi me'yori bo'lib, Prosse mamlakat ichkarisida bajarilganda ish zaminasi ko'proq yaratilib va mamlakat iqtisodi rivoj qilinishiga ham sabab bo'ladi.